Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yine bugungi zakasimiz pastdagi digildagi teyinli varianti 2 mosli damas balonlar bilan zakas beradilar. Buni kraskasini Samarqanddagi sexda uramiz. Tepadagi Qashqadaryo tentlari bilan buni Qashqadaryo apart farkoplari bilan neksalarni farkoplari bilan qilib beramiz buni. Apart topshirib keyin Jizzaxdagi prinsipimizga ketib bu Samarqandda mana kraska usul ikkisini bir shondan topshirib beramiz. Zakas berajak bo'lsangiz pastda telefon nomerlarimiz bor. Bemalol zakas berasizlar. Omad. Sog'lik, salomat bo'ling. Obunachilar, qachondan beri video chiqarishni xudo xolasa zakaslarni olib video jarayonini ham qilib beramiz. Ham ko'pchilik har safar aytadi, pullarni aytamiz, pulni aytmanim sababi yil misol uchun 2 yil oldin qo'yilgan video bo'lsa, shuni odamlar qimmatlabdi u bu deydi-da. Shuning uchun narxini aytamiz. Yilda narx o'zgaradi, qimmatlashi mumkin, tushishi mumkin. Narx-navoga qarab narx chiqadi. Shuning uchun birinchi hisobla aytamiz. Keyin 2 yildan keyin shu odamlar adashmasligi uchun 2 yildan narx o'zgaradi. Bugun 2025-yil 8-mart kuni kechasi dastlabki xizmati bilan Qashqadaryo viloyatining Nexia bir mashinaga farkoplarni mustanabga qilib, dastlabkalari yaxshi tentlar, mana shunaqa yonlari bilan mana shunday zakaz qilib, to'qlarini ham yaxshi nimalardan 1,5-2 tonnaga garantiya beradigan qilib, cho'tki qilib tayyorlab berdik. Xudo xolasa dahshat, mana ko'rishingiz mumkin. Nimasi ham original qalinidan, tentlari ham, yonlari ham laklangan, dahshat qilib, yuk ko'tarish 2 tonna yangi balonlar bilan Nexia farkoplar bilan kelishganmiz. Hammaga narxini aytadigan bo'lsak 12 millionga qilib berdik bunaki. Dastlabki xizmati farkopga ustan o'tkazi, keyin mana shu yaxshi tentlar bilan mana shu yonlarini mana bunaqalarni chiqarib, ular ikki tarafini ham chiqarib, hujjatlar hamma narsasi bor. Bemalol zakaz beradiganlar zakaz berasizlar. Sifatiga alamani yaqinlashtirib ham tushirib bering. Konkret narsa. Sifatli kraskalar, mashinaning kraskasidan hozir egasi kelsa, egasini ham qolgan pulni olib, video syomkasini qilib yuboramiz. Hammaga omad, sog'lik, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nexialarni Qashqadaryo viloyati Chiroq tumanida ikamiz bir 10 kun, 15 kun oldinmi zakaz qiluvdilar. Mana bu ertaroq olib kelishimiz kerak. Gaz muammo bo'lib yopilib qolib, endi ochildi xudo xolasa. Shunga tentlari bilan kelishganmiz. Mana shunaqa variantda olib kelib berdik. Hozir pullarni ham berdilar. Qashqadaryo viloyati mana taruz oldida beryapmiz. Farkoplarni ham qo'yib berdik, hujjatlarni ham nomlarini yozib, pullarni ham hozir beryaptilar, pullarni berdilar, o'zi hujjatlarni ham nomlarini yozib. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Mayli, rahmat. Sizga ma'qul bo'ldimi? Ma'qul, yaxshi bo'ladi. Sizga ma'qul bo'ldi. Rahmat. Agar nima bo'lsa, aytdimki, kamchiliklar bo'lsa, bemalol telefon nomerim bo'ladi. Mana shu nomerga bemalol telefon qilaverasiz. Xudo xolasa uyaltirmaydigan cho'tki narsa qilib berdik akajon. Mana aytganingizdek, bu yoqlari mana bunday qilib bering dedingiz, ikki tarafdan qildik. Yangi balonlar bilan 1,5 tonna bemalol yuk ko'taradi. Nexialarga farkop, zanjir, yaxshi zamok, hujjatlarni ham yozib berdik. Yaxshi kunlaringizga nasib qilsa akajon. Shu puldan bizga baraka topali. Rahmat. Texnikadan siz baraka toping. Ko'ngildagidek bo'libdi, rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarga nasib qilsin.